O'rtoqlar, bugungi video eksklyuziv bo'lyapti. Endilikda sotiladigan joyi egalari bilan qisqa intervyular bo'ladi. Ma'lumotlarni joyi egalaridan eshitamiz, so'raymiz. Husan aka, bu joyi nima maqsadda sotyapsiz aka? Zo'r qilib mana bunaqa o'to'lar qilib qo'ygan ekansiz. Uyingiz ham shu yerda ekan. Shu yerda hammasi bitta joyda joylashgan. Sirazu aytib ketamiz, nimaga ekanligini, u yurmaganlar uchun emas, boshqa uchun emas, Qozog'istonga ko'chib ketish uchun. Akalarimni, opalarimni oldilariga. Shu maqsadda sotilyapti. O'sha. Maqsad o'sha. Zo'r. Mana bu o'to'lardan nechta? Bu yerda 12 ta joylashtirganmiz hozir. Bundan tashqari u yoqda oshxonalari ham bor edi, adashmasam. Bu yoqda отдельно oshxonamiz bor. Bog'lari bor ekan, nari yoqda katta. Bu yoqda mana tapchanlarimiz bor. O'tiriladigan xonalar ham bor, qishda parkovkalar. Xullas, o'rtoqlar, bu joy hozirgi kecha kunduzda ham ishlab turibdi. Etno Ovul deb Instagramdan qidirsanglar chiqadi. Men atmetga ham qilib qo'yaman. 25 mingga yaqin obunachisi bor. Tayyor ishlab turgan biznes mana shu Instagram profillar bilan birgalikda sotilyapti. 32 sotuv hozir mana sizlar ko'rib turgan joy. Bundan tashqari bu okamizning bu joyi shundoqqina yonginasida o'zlarini 25 sotuqli uylari ham bor ekan. Hozir mana uyingizga o'tamiz-da, keyin bitta narxini aytamiz. Uylarni ham bitta ko'ringlar, ketdi. Uy sharoitlarini voplab qo'yibsiz. Qachon remont qilgansizmi? Zo'r turgan ekan. 2 yil примерно bo'ldi. Umumiy nechta yotoqxonalar, mehmonxonalar? Foydalanadigan xonamiz 9 ta. Undan tashqari oshxona, sanuzel, garajimiz bor. Men bog'ini ham bitta ko'rsatinglar. Menga mana shu bog' rosa yoqyapti-da. O, zaborlarni baland-baland qilib o'rab qo'yibsiz. Nari yoqda molxonalar bor-a? Bu yoqda molxonamiz bor. O'rtoqlar, bu uyi o'zi 25 sotiq dedingiz. Nari yoq tarafimizni 32. 32. Umumiy dokumentda 57 sotiq. 57 sotiq. 3 ta kadastr ekan. Kelinglar, ko'ringlar, gaplashinglar. Oka, narxini nech pul deyapsiz? Narxini где-то 460 deyapmiz biz. Narxi 460. Obunachilarim, biznesmen okalarimiz, meni kuzatadiganlar bor, chiqadigan, oladigani $400,000 naqd pul bilan kelishsa, savdo qilasizmi? $400,000 ga? Endi naqd pulga kelishsa bor-u, o'sha Xudo xolasa o'tib beramiz o'sha. Gaplashiladi. Gaplashiladi. Bo'ldi, gaplashamiz. Siz nomeringizni yozib qo'yaman, aloqaga chiqishadi. Manzil Nurafshon O'rto'lda joylashgan. Qo'ylu bozordan taxminan 23 yoki 24 kilometr uzoqlikda. Mana shunaqa intervyular qiziq bo'lsa, albatta o'z fikringizni izohlarda yozib qoldiringlar. Like bosishni ham unutmanglar. Egalariga pul yonib qolgani uchun $51,000 ga 3 sotiq joyi berib yuboramiz deyishyapti. Ko'ringlar, mana bu joyimizni to'rtburchak hovlimizni, imoratlarimizni, bu yoqda ikkita xona, hammom, tualetlar, mana bu yoqda ham imoratlari oshxonaga o'tiriladigan xona qilingan ekan. Bu joyimizni bu yoq tarafi orqa ko'cha bo'lsa, mana bu yoq oldi taraf asosiy katta yo'lga qaragan. Endi men sizlarga hozir mana shu tarafni ham bitta ko'rsataman-da, qaranglar. Mana katta ko'cha. Imoratlarni buzib boshqatdan quraman desanglar ham bu yoq tarafdan asosiy darvoza bo'veradi. Faqat mana bu yoq orqa tarafi kichkina yo'lak bo'lib qolgan. Endi bu mana bu katta hovli bo'lganda, amakivachchalarniki shuniki bo'lib hozir sotib yorilyapti. Mana bu yoqdagi imoratlarni ham buzib olib tashlashga bemalol ruxsat berishadi. Taxminan bu yo'lakning kengligi shu 3-3,5 metr kenglikda bo'lsa kerak. Hozir endi tashqaridan ham sizlarga ko'rsatib manzilni aytaman, lekin bunaqa variant har doim ham chiqavermaydi, ulgurib qolish kerak. Mana bu joyimizning orqa ko'chasi bo'ladi. Mana bu joyimizning orqa tarafi bo'lyapti. Fasadi 12 metrdan oshuv ekan, balandligiga e'tibor beringlar. Plus agrotlari bor. Xo'p, keles birinchi ko'prikdan kiraverish. Mana bu yerda yangi qurilayotgan masjid ham joylashgan. Shunaqqina ro'paramizda shashlikxona. Qiziqqanlar uchun joy egalarining nomerini pastda yozib qo'yamiz, aloqaga chiqaverasizlar. O'rtoqlar, biz Singapur yoki Dubayda emasmiz. Yunusobod tumani Usta Shirin ko'chasining shundoqqina oldida qurilgan mana shu Novostroykaga kelganmiz. 3 ta kvartira chiqyapti, sotiladigan. Birinchisi, mana sizlar ko'rayotganinglar, bu 3-qavatda 117 kvadrat metr kattalikda mana shunaqa balkonlari bilan bo'lyapti. Birinchi eshigimiz bu yoqda endi oshxona planirovka qilinadi, sababi bu yoq burchakda gazli kommunikatsiyalar qoldirilgan. Bu yoqdan katta mehmonxona qilinadigan bo'lsa, bu yoqdan ikkinchi eshik bo'ladi. Ochiq planirovkada bemalol buni sizlar o'zingizlar xohlagandek dizayn proyekt loyihalar bo'yicha ta'mirlash imkoniyatiga ega bo'lasizlar. Bu yoq tarafini yotoqxona qilinadigan bo'lsa, bu yoqdan mana ikkinchi balkonga chiqamiz. Bu telebashniga qaragan kattagina balkon. Mana qaranglar. Qo'shni yopib qo'ygan ekan tepalarini. Ko'rsatdinglar? Xohlasanglar buni sekin akkuratni yopib olib, mana shu o'zidan ham foydalansanglar bo'ladi. Mana bu yoqdan Usta Shirin ko'chasi, chap taraf jomiga ketaverish. Mana telebashni
kechqurun lekin zo'r bo'lib yonib turadi-da. Qolgan ikkita kvartiramiz 10-qavatda, bittasi 110 kvadrat, bittasi 140 kvadrat. Sizlar ko'rganinglar 117 kvadrat, bu balkonlar bilan birgalikda. Har bitta kvartiramizning narxini 130 ming dollardan deyishyapti. Kelishiladigan joylar bo'ladi albatta. Bilasizlar, har doim joy egalarining nomerlari video ostida bo'ladi. Aloqaga chiqaverasizlar.